Assalomualaikum hammaga. Biza xudo xolasa Xorazm viloyati Shavot tumani Paxtakor mahallasida stansiyada deb aytiladi bu yerda seximiz ochdik. Nasib etsa bu seximiz avval bor edi, lekin ichamladi. Hozir endi yo'lning ustida etib ochdik. Sizlar manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu yoqdan kelsangizlar, Urganchdan, Gullandan, Mang'it, Qoraqalpoqdan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoqdan kelsangizlar, O'zbekistondan, Tamojdindan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoqdan kelsangizlar, xudo xolasa, Xivadan, Qo'shko'pirdan, Yangiariqdan kelsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa, bizning asosiy vazifamiz gazlashtirilma hududlarni ko'mirli kotellar bilan ta'minlash. Ya'ni shunday deb meni professional ustalarimiz ishlab turibdi. Tejratib akkuratni aytib. Xudo xolasa bugun suvarchiklarimizni uchisi keldi. Qag'ani bayramona dam oljaga keldi. Birinchi yumona. Bir zagotovchikim bor, yana bir lazer chikim bor. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Yine suvarchiklar ham ishlashi. Bu kotelimizni ichini yasalishlar edi. 150 dan da 500 ming kvadratgacha kotellarni yasab beraveramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Yimanda yana kotelimiz endi hammalari shlipovka bo'lib, endi xudo xolasa qarg'izga qarshi kraskasini uradidan, zanglanmasligini qarshi kraskani urib turadidan ustidan bir qadar kraskani sepib beradi. Klientimiz de tayyor nasib etsa. Klientimiz olib qo'yib beradi shuni bilan zakaz kotelimizni. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Lazerli xizmatlari kerak bo'lsa, lis chapadon, lis bukadon xizmatlari kerak bo'lsa, shu ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Xudo xolasa yil 365 kun xizmatdamiz nasib etsa. Yana ustalarimiz ishlashi. Lisimiz ham ko'mir kotellar uchun 3lik lisimiz ham bor, 4lik lisimiz ham bor. 4lik lisimiz hozir qolmadi. Bugun xudo xolasa abita keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.